Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Diamond va bugungi videomizda YouTube kanalimizga taklif havola kirgizishni o'rganamiz. Ko'rib turganlaringdek, bizda hali taklif havola kiritilmagan. Buning uchun birinchi navbatda Google ilovasiga kirib olamiz va bu yerga yozamiz. youtube.com yozamiz va Discordga kirib olamiz. Discordga kirgandan keyin bizda xuddi shu oyna ochiladi va biz bu yerdan mana shu chekkadagi qalamchani ustiga bosamiz. Shu joyga o'tgandan so'ng ozgina pastroqqa tushirsak, mana bu yerda havola kirgizish degan yozuv turibdi. Buni ustiga bosamiz va bizda xuddi shu narsalar ochiladi. Masalan, yozamiz Telegram kanal va keyingisiga Telegram kanalimizni taklif havolasini olamiz. Mana bizni Telegram kanal, yangi ochilgan Telegram kanal. Buni ustiga ozgina bosamiz va taklif havolasini olgandan so'ng keyingi joyiga taklif havolasini kirgizamiz. Va tepadagi mana shu eng burchagidagi chop etish tugmasini bosamiz. Va chop etilgandan so'ng YouTube kanalimizga kiramiz. Va bizda Telegram kanal qo'shildi. Hammalarga kattakon rahmat. Shu joygacha kuzatgan bo'lsalaring, bitta like va podpiska tugmasini bosib qo'ysalaring juda ham xursand bo'lgan bo'lardim. Hammalarga kattakon rahmat.